og'ir Xuan hukmdori yoki qora qilich. Assalomu alaykum qadrdon muxlis, sizlar bilan Donghua tahlil kanali va yana Uzextreme. Og'ir Xuan hukmdori yoki Xiaoyanning qora qilichi ustida g'ayrioddiy va sirli naqshlar chizilgan. Nihoyatda og'ir qora temirdan yasalgan hukmdor uni Yao Lao Xiaoyanga sehrli yirtqichlar tog' tizmasida mashq qilish uchun kelganida sovg'a qiladi. Kelib chiqishi u alanga meteoritidan yasalgan bo'lib, nihoyatda qattiq va juda og'ir edi. Hamda dovchini bostirish kabi noyob xususiyatga ega edi. Xiaoyan aynan shu xususiyatdan foydalanib, Jama imperiyasida o'zini qattiq mashq qildiradi. Qop-qora ulkan hukmdorning yuzida noaniq va g'alati chiziqlar ketma-ket chizilgan bo'lib, ular hukmdorning tanasidagi tortib olingan tutqichgacha deyarli barcha qismini qamrab olgan. Oddiy qora rang bilan uyg'unlashtirib, u nihoyatda sirli va vahimali ko'rinishga ega. Mashg'ulotlarning boshida Yao Lao og'ir Xuan hukmdorini Xiaoyanga topshirib, unga kuniga 24 soat davomida ushbu qora hukmdorni doimiy ravishda ko'tarib yurishni buyuradi. Buning maqsadi Xiaoyanning irodasini chiniqtirish, tanadagi dovchi oqimini bostirish, shu orqali mashg'ulot samaradorligini oshirish edi. Xiaoyan buyuk dovshi darajasiga yetgach, qora hukmdor berayotgan yuklama asta-sekin kamayib boradi. Og'ir Xuan hukmdorining mavjudligiga ko'nikib qoladi, ammo hali to'liq moslashib ulgurmaydi. Hozirgi holatda yillar davom etgan og'ir mashg'ulotlardan so'ng hozirgi Xiaoyan qora hukmdorning og'irligiga to'liq moslashgan. Har safar u og'ir hukmdorni yechib tashlaganida uning tezligi deyarli 3 barobarga oshib ketadi. Xiaoyan shunday deb hisoblanar ekan, agar u jang paytida raqibiga qarshi kurashda ushbu hukmdorni to'satdan olib tashlasa, tezlik va kuch keskin o'sish raqibni mutlaqo tayyorgarliksiz holatda qoldiradi. Donghua tahlili kanali uchun maxsus Uzextreme Banana TV platformasi orqali osmondagi janglarni sifatli ovozda va original formatda topishingiz mumkin. Eng so'nggi yangiliklar faqatgina Donghua tahlil kanalida. Kelgusi videorolikda ko'rishguncha